Yana boy takrorlab aytamanki, balki Alloh bilguvchi, Alloh baho beradi. Balki Alloh shu qilayotgan harakatlarni qabul qilar, balki qilmas. U bizga qorong'u narsada. Ne sudi tak sudimo bo'lish deb bekor aytmaydikin, bizga emas u kimnidir qanaqaligiga hukmini chiqarib qo'yish. Lekin men qarshiman. Bu aytganimdek, hammamiz oilaviy qarshimiz. Aytganman ham, aytib janjalga ham qolganman, sal qolsa falokatga ham qolardim shuni orqasidan. Ammo iltimos, mana men hozir ota bu, doda buvlarim aytdim. Otamga keladigan bo'lsa, ularni ham aytib o'tmoqchiman. Boshida bir yalla ansamblida bo'lganlar, ular ham keyin chiqib ketganlar, san'atkor, ya'ni bu ansamblda bo'lmayman, san'at sohasidaman, kinoda bo'laman deb yillar davomida shu boshqaruvda bo'lganlar, direktor kinokartina bo'lganlar, Samarqand filmda, Toshkentda. Keyin ular ham mnogokratniy oliy ma'lumotli insonlar, misol uchun ham san'at institutini bitirganlar, ham tilshunoslikni bitirganlar, bir nechta sozlarni chalishni bilganlar, fortepiano, akordeon, dutor, tor, doira, ham rubob, hammasi instrumentlarni chalishni bilganlar, musiqiy cholg'u asboblarini. Undan tashqari juda ko'p tillarni bilganlar, bir 6-7 xil tilni bilganlar, ingliz tili, eron tili, arab tili, hamma tilda, hamma bilan bemalol chet elliklar bilan gaplashib ishlardilar. Shunaqa bilimli inson bo'lganlar. Onamga keladigan bo'lsak, onam tish bo'yicha, tish doktori, shifokor bo'lganlar. Keyin kassada ishlaganlar ancha yillar davomida, keyin mana umrlarining oxirgi paytlarida san'at sohasida bo'ldilar ular ham, lekin ular asosan shu xayriya konsertlar, xayriya tadbirlarini tashkillashtirib, chet ellik mana shu posolstvolar bilan ishlab, ayniqsa Hindiston posolstvosi elchixonasi bilan birgalikda ishlab, ko'p tadbirlar qilib, qancha mana viloyatlarda tadbirlar o'tkazib, hokimiyatlardan, xaloyiqdan tashakkurnomalar olib, rahmatlar eshitib yashagan inson, misol uchun butun umrlari mehnatda o'tgan. Orada keyin ikkalovi ham o'sha hayot bor paytlarida tijorat bilan shug'ullanishgan. Bozordan boshlaganmiz. Biz ham oddiy naskilar sotganmiz, shokoladlar sotganmiz, mevalar sotganmiz, hamma narsa sotib ko'rganmiz. Bozorda ota-onam bilan kichkinaligimda yurganman. Kichkinadan boshlaymiz deb turib, katta keyin o'sha mevalar olib kirishardi, chetdan, Eronlardan tijorat qilishardi. Ya'ni hamisha mehnatda bo'lishgan insonlar. Hammasi bitta er, bitta ayol deb mana shunaqa oila qurib yashashgan. U hech kim ikkinchi er yoki ikkinchi xotin qilib yashamagan. Endi bizning hayotga hozirgi zamonga kelib, bizda shunaqa vaziyatlar bo'lib qoldi. Lekin meni ota-onam shu darajada shunaqa insofli, vijdonli, oqibatli, bir-birini hurmat qilgan, hech qayerda bir nojo'ya bir harakati bo'lib, bir tarixda bir yomon odam bo'lib qolib ketib, qora ro'yxatlarga tushgan insonlar emas. Hammasi zaslujinniy xizmat ko'rsatgan xalq artisti nomlarini olgan mana dodam buvimgilar. Bu dodam mana hokim bo'lganlar, misol uchun Xitoyda, Urumchida, G'uljada. Ya'ni shunaqa insonlarning farzandlarimiz. Lekin oramizda kimdir mana shunaqa kontentlar qilayotgan bo'lsa, bu butun ajdodni qarg'ash kerak degan narsa emas. Boya aytganimdek, to'g'ri tushuninglar, mana Ibrohim ota deyiladi. Ibrohim ota arab bilan yahudiylarning otasi. Bizga amaki hisoblanadilar. Bizning otamiz turkiylarniki, bu Yosif hisoblanadi. Yosif otani bir patoki avlodi ketgan biza. Har birimiz turkiylar bir-birini qarg'asa, bir-birini so'ksa, urishsa, masalan, men kimdir ota-onasini yoki kimdir meni ota-onamni, bilaveringlarki, biz bir-birimizni qarg'ab o'tganimiz, o'zimizni qarg'ab olamiz degani. O'zinglarni oyog'ingizga o'zinglar bolta urib olsanglar degani, o'zinglarni teginglarga o'zinglar suv quyib olsanglar degani, o'zinglarni ildizinglarni o'zinglar chopib olsanglar degani. Men bu yerda hamma ketayotgan yo'q, o'sha yerda kontentlarda yurib, tomosha qilib keyin menga kelib narsa tashlayotganlarga, o'sha yerda yurib, o'sha yerda kommentlarda meni ota-onamga qarg'ish yuborayotganligiga nisbatan aytmoqman. Shu savol menga berganlarga qisqa qilib aytganda, ko'p cho'zmayon bo'lsa-da, savolga dangal javob. Ha, Nilufar Hamidovani singlisi bo'laman. Hujjatda faqat. Umumiyda hayotda biz umuman bir-birimiz bilan aloqa qilmaymiz. Umuman boshqa qarindosh urug'larimiz ham qarshi, uni bu qilayotgan kontentlarga olayotganiga biz qarshimiz. Lekin bu uni tanlovi, uni hayoti, uni o'zini sinovi. U Alloh oldida o'zi javob beradi, biz javob bermaymiz. Lekin biz как singlisi, как qarindosh urug'i degandek boshqalar ham hammamiz aytganmiz xatoligini, noto'g'riligini, bunaqa qilmasligini so'ralgan. O'sha payt kelganda aytmoqman-ku, janjal to'polonlarga ham qolib ketganmiz. Eshitdi odam, eshitmasa eshitmadi, bu uni hayoti, uni hayotiga hech kim xo'jayin emas. O'ziga o'zi xo'jayin, o'ziga o'zi, uni dunyosi alohida. Hujjatlarda shunaqa hisoblanadi. O'shaning uchun menga hali bu masalada tashar gapirish shart emas. Ochiq oydin aytaman, tan olmaysiz deydi bittasi menga. Tan olaman. Hujjatda endi ota-onam farzandi nima qiling? Men dunyoga keltirmaganman. Alloh yana bitta bandasi. Men uni yaratmaganman. Menga Alloh shuni opa qilib bergan, nima qiling endi? Shu hujjatda opa bo'lib qolib ketgan. Lekin hayotda biz bir-birimiz bilan bordi keldi qilmaymiz, umuman bir-birimiz bilan gaplashmaymiz, bir-birimizning qilayotgan ishimizni ham ma'qullamaymiz. Chunki men umuman boshqa dunyoman, u inson boshqa dunyoda. Men ham hayotimda ko'p xatolar qilganman, kamchiliklarim bor. Har kim o'zini sinovi. O'shaning uchun men baho bermayman. Men o'zimning fikrim bo'yicha aytaman, xato deb bilaman qilayotgan ishlarini. Ma'qullamayman. Aloqa ham qilmayman. Bizda bordi keldi yo'q. U alohida o'zi bilan o'zi yashab yurgan inson. Gapinglar bo'lsa, o'ziga gapiringlar iltimos. O'zini qarg'aginglar kelsa, o'zini qarg'anglar, urishinglar kelsa, urishinglar. Boshini silamoqchi bo'lsanglar, silanglar.